Assalomu alaykum azizlar. Kanalga xush kelibsizlar. Xo'p, bugungi mavzu quyonlarni ko'paytirish bo'yicha bo'ladi. U yil 12 oy uni 12 marta bola olishim kerak degan narsa bo'lmasligi kerak. Birinchidan bunaqada quyonni charchatib qo'yasiz. Ishonavering, siz aytgan darajadan ancha kam bola beradi. Bolasi sog'lom bo'lmaydi. 2 oy podryad tug'dirsangiz, 3-oyda bolasi kamayib, sifati tushib ketadi. Shuning uchun quyonni yilida 5-6 marta, norma 7 bu norma bo'ladi. Sababi quyon tug'gandan keyin 1 oy unga dam beriladi. Bolasi o'zi bilan bo'ladi. Keyin bolasini yo ajratib qo'yishadi ba'zilar 15 kun. Endi qolganiga 30 kun bo'lgandan keyin bolasini ajratib oladi yoki 45 kunligigacha birga ushlab turishadi. Shunda ham 30 kun bo'lganda quyon o'ziga kelib olish uchun bolasini ajratishdan ham maqsad shu bo'ladi. 15 kunga qarab keyin qo'shilsa 2,5 oy bo'ladi. Shunda 1,5 oyda o'ziga kelgan bo'lsa, yana 1 oydan keyin tug'adi. Har 2,5 oyda tug'gan bo'ladi. Shuni hisobini olib boqish kerak bo'ladi. Chunki bularni ham rioyasini qilib qo'yish kerak. Xo'p, issiq havoda quyonni qo'yish tavsiya qilinmaydi. Chunki quyon shundoq ham issiqqa uncha chidamli jonivor emas. Agar kuzatgan bo'lsanglar, kimni quyoni bo'lsa, issiq bo'ldi deguncha quyonlar shundoq cho'zilib olib, ovqat yeyishni susayadi. Qachon qarasangiz yotib olgan bo'ladi. Ba'zi paytlari borib qo'lingiz bilan yoki katakka urib qo'ysangiz, keyin boshini ko'taradi. Nima deysan deyotgandek. Shuning uchun yozda uni tug'dirish kerak emas. Hozir o'zimning quyonlarim ham tug'dirganim yo'q edi yozda. Mana bu ko'rib turganingizni hammasi ba'zida bexabar qolib tug'ib qo'ygan bo'ladi. Lekin mana bu yerda 1,5 oylik. Hozir mana bu sentyabrdan, endi havo ertalab kechqurun salqin bo'lganligi uchun hozir qo'shib qo'ysa ayni vaqti bo'ladi. Nimaga hozir ayni vaqti? Yoz bo'yi tug'magan quyon kuch-quvvatga to'la. Agar uydagi quyonlaringizni qo'shmagan bo'lsangiz, ular уже bezovta bo'lyapti quyonlar. Shaxsan menda shunaqa bo'lyapti. Bitta quyon boshqa quyonni ko'rsa, katak uzoqroq bo'lsa ham oyog'i bilan tepadi. Har xil nimalar qiladi, o'ziga jalb qiladigan odatlar qiladi. Issiqda mana shunaqa quyonlar yotadi. Kelib boshida gapirsangiz ham turmaydi ba'zilari. Qarab yotaveradi. Qo'rqoq bo'lsa turib ketadi endi. Shuning uchun issiq havoda uni qo'shish kerak emas. Hozir qo'shganingizda keyingi bolalari sog'lomroq va soni ham ko'p bo'lishi mumkin. Soni ko'p bo'lmasa ham sog'lom, do'mboq bo'ladi. Mana shular baquvvat bo'ladi. Xosadan mana shu quyonlardan zot olsa, o'zingizga zot olib qo'ysangiz yaxshi. Quyoningiz nechta bo'lsa ham, 4 ta, 5 ta bo'lsa ham, yaxshisini tanlab o'zingizga olib qo'yasiz, qolganini sotasiz, so'yasiz. Shunday qilsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. O'zingizda yaxshi zotlar qolgan bo'ladi. Agar quyonni ketma-ket har oy tug'dirib zot ola olmaysiz. Quyon foyda ham keltirmaydi sizga. Bolasi bo'ladi, bolasi yo uncha katta bo'lmaydi, yo kutgan natijani bermaydi. Xo'p, quyonni qo'shish jarayonida nimalarga e'tibor berish kerak? Bitta erkak quyon bir kunda bitta samkani qochirishga quvvati yetadi. Bu yaxshi rezultat beradi. Agar 3 ta 4 taga ham yetadi, lekin 3-4-sida bolasini soni kamayishi mumkin. Sifatiga ta'sir qiladi. Shuning uchun 2 kun, 3 kundan berib yana qo'shib qo'yiladi. Bunaqa narsa fermalarda yo'q. Bunaqa muammo fermada yo'q. Chunki bitta erkak quyondan olingan urug' qo'shilib, u 40 ta ona quyonga yetkaziladi. Uy sharoitida buni iloji yo'q. Iloji bor, qiladigan qiladi, lekin hamma ham qila olmaydi. Hammada ham unaqa moslamalar yo'q, apparatlar yo'q.
Shuning uchun uy sharoitida 2-3 kundan o'tkazib, keyin 2-3 kun o'tkazib, keyin qilsa yaxshiroq bo'ladi. Kuniga bitta 4ta-5ta quyoningiz bo'lsa, o'zingizga ham yaxshi. O'zingiz ham vaqtini bilasiz, qaysi biri qachon tug'ishini. Maslahat, ikkita quyonni bir kunda qochiring. Agar ikkalasi ham olib qo'ysa, mabodo tug'gandan keyin bittasi bolasiga qaramay qo'ysa, ko'p tug'ib yuborsa, ikkalasini aralashtirib qo'ygani yaxshi bo'ladi. Ikkita erkak nima bo'lsa, shunday qilganingiz yaxshi bittadan kuniga. Kuniga ikkita bir vaqtda. Bitta erkakka bitta. Agar bo'lmasa, bitta erkakka ikkita ona quyon. Bu tajribadan kelib chiqib aytilayotgan maslahatlar. Ona quyonni ko'paytirishga tayyorlash uchun, hozirgi vaqtda zot olishga tayyorlash uchun uni birinchi navbatda ovqatiga e'tibor berish kerak. Quyon o'ta semiz bo'lsa ham qochmay qoladi. Shuning uchun ovqati bo'lsin, quyon semiz bo'lmasin ona quyon. Erkak quyon nabarot semizroq bo'lsin. Semiz bo'lsa ham bo'lmaydi. Ona quyonga nisbatan vazni o'zi shundoq ham ko'proq bo'ladi-yu, lekin sal semizroq bo'lsa, unda yaxshi bo'ladi. Yeydigan ovqatiga farq qiladi. Qo'shish uchun bir hafta oldin quyonni yaxshilab tayyorlab olish kerak. Ota quyonni, sametsini tayyorlab olinadi. Ovqatiga ko'proq ko'katlar qo'shib berib, ukrop deydi, o'shandan bersangiz yaxshiroq bo'ladi. Zot olgani shu yaxshiroq. Keyin arpa berasiz. Iloji bo'lsa, sharoitingiz bo'lsa, oldiga ko'proq to'kib qo'ysangiz, endi oyoq osti qilganini yemaydi. Shuning uchun akkuratni turadigan bo'lsa, solib qo'ysangiz idishiga yaxshi bo'ladi. O'zining spetsial ovqati bo'lsa, undan ham yaxshi, lekin uni yoniga makka, ko'kat qo'yib qo'ysangiz, undan ham a'lo bo'ladi. Ovqatiga Keyin vitaminlar bor. Xohlasangiz vitamin berasiz. Agar o'zini ovqatini berayotgan bo'lsangiz, bilib olishingiz kerak. U vitamini qo'shilganmi, yo'qmi? Shunga qarab qo'shilmagan bo'lsa, qo'shsangiz zo'r bo'ladi. Sog' bo'lasizlar, charchamaysizlar. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang.